bolajonimizni 25 haftalik edi adashmasam. Voy oyisi kichkina-ku desam, yo'q, nima qilib bo'lsa ham Zulayho opa menga chiqarib berasiz deyaptilar. Adasini tug'ilgan kunlari ekan. Ertadan keyinmi shunaqa bo'lishi kerak. Или ertagami adasini tug'ilgan kunlari qilib bermasangiz bo'lmaydi dedilar. Qizimizni ko'rdinglarmi? Adas qiz kutayotgan ekanlar. Как раз adasiga surpriz bo'ladi. То есть o'g'il bola kutyapti dedilar manimcha. Lekin biza qiz bola. Ko'rdinglarmi serdichka qilishini? Aytayaptilar keyin birinchi farzandlari Zulayho opa buni ko'rsa точно yiqiladilar deyapti. Mana shunaqa qilib rasm qilib berdim. Chiroyli qilib обработка qilib yoqdimi sizlarga? Mana shirintoyimizni. Eng zo'r tug'ilgan kunlariga sovg'a deyaptilar. Endi o'zlarining aytishi bo'yicha shirinligini qaranglar buni.